Fahriddin aka bizdan 2 sinf yuqorida o'qirdi. Maktab davridayoq bir-birimizga kangil qo'ydik. Biroq u harbiydan qaytgunicha meni boshqa birovga unashtirib qo'yishdi. To'yimdan bir hafta avval yetib kelgan Fahriddin aka yur qochib ketaylik deganida unamadim. O'shanda togri qildimmi, yo'qmi bilmayman, ammo inson taqdiridan qochib qutulolmas ekan. Yor-yoru olanlar bilan kirib kelgan xonadonim meni quchoq ochib kutib olgan bo'lsa-da, tez orada bu yer men uchun dozoxga aylandi. Avvaliga to'y kechasiyoq kuyovning tutqanog'i tutib rosa qo'rqitdi. Ertasiga esa tuppa-tuzuk yurgan qaynotam olamdan o'tdi. Shu bilan Shumqadam kelin nomini oldim-u, 2 oy o'tmay ota uyimga keltirib tashlandim. Fahriddin aka darrov odam jo'natdi, lekin ota-onam qizimga ko'rgan deb taniqladi, deya sovchilarni qaytarishdi va meni qo'shni qishloqlik bir farzand bilan xotin qo'ygan yigitga berib yuborishdi. Bu erimning qoli yugurdakligi-yu menga nisbatan bemehrligiga chidab yashay boshladim. Qoni-qo'shni ketimning avvalgi xotini uni ovsinimga rashk qilib ketib qolganini aytishganda, avvaliga ishonmadim. Bir kuni xizmat safariga jo'nab ketgan qaynogamning yotogidan yarim tunda ichki kiyimda chiqib kelayotgan erimni ko'rib qoldim-u, tamom bo'ldim. U bo'lsa izoh berish yoki og'zini oqlash o'rniga ovozingni o'chirmasang so'yib tashlayman deb qo'rqitdi. Qolaversa, 2 ta bolamning kelajagini o'ylab, ularni isnodga qoldirmaslik uchun jim yashayverdim. Qaynogam hamma sirdan voqif bo'lgach, ukasini pichoqlab qo'ydi. Shu bilan bu turmushim ham bitdi. 22 yoshimda ayrim sinfdoshlarim endigina shahardan o'qishni bitirib qaytib, turmushga chiqayotgan davrda men 2 ta yetim farzandim bilan ota uyiga qaytib keldim. Bu vaqtda Fahriddin aka ham oilali 2 farzandli edi. Otam hayotlik vaqtlarida turmushim bir qadar osuda kechdi. Oradan 1,5 yil o'tgach, otamni ham Xudo peshonamizga sigdirmadi. Shundan keyin muammolar boshlandi. Onam meni, farzandlarimni akalarim va kelinoylarimdan himoya qilaman deb qiynalib qoldi. Fahriddin aka esa hamon ortimdan qolmas, imkon topildi deguncha xat yozar, odam yuborar, xullas men bilan aloqani uzmasdi. Endi uning ishlari yaxshi, tadbirkorlik bilan shug'ullanib, ancha o'zini tiklab olgandi. Bir kuni uchrashuvga chaqirdi. Bolalarimni onamga qoldirib chiqdim. Tuman markazidagi bog'da uzoq gaplashib o'tirdik. U hamon meni sevishini, ammo 2 farzandini tashlab ketolmasligini aytdi va 2-chi xotin bo'lib yashashni taklif qildi. Hech qachon 2-chi ekaningni sezmaysan. Men uchun hamisha 1-chi o'rinda turasan, dedi u. Bu inson ilk va yagona muhabbatim edi. Men ota-ona izmiga bo'ysunib bir emas, 2 marta og'zi kuygan. Vaqtida o'z baxtim uchun kurashmaganim jabrini yolg'iz emas, onam va farzandlarim bilan birga tortayotgan ayol edim. Hayotdan alamlarim ko'p edi. Qolaversa, endi baxtli bo'lishga haqqim bor, degan fikr qaddimni tik tutishga hamda hayotga nisbatan qarashlarimni qayta ko'rib chiqishga undamoqda edi. Xullas, rozi bo'ldim. Fahriddin aka onamni ham kondirib fotihasini oldi-yu, men va farzandlarimni olib, Toshkentdagi 3 xonalik kvartirasiga keltirib qo'ydi. Shu yerda sevgan yorim bilan nihoyat tinch-totuv yashay boshladik. Baxtsiz ayol foto. Lekin bu hikoyamning baxtli yakuni emas, balki boshlanishidir. Sevganimga yetishdim, endi baxtli yashayman, hajamay erim u xotinini butunlay unutib, butkul menikida qolib ketadi, deb chuchvarani xom sanagan ekanman. 2-chi xotin bo'lish muntazam raqobatazob degani ekan. Hali buni anglamay Fahriddin aka endi meniki deb qat'iy ishonib yurgan kezlarim ko'p xatolarga yo'l qo'ydim. Hatto bir safar erim 6 oygacha qorasini ko'rsatmay, qarshidagi xotininikida qolib ketdi. Bir kuni kundoshim telefon qildi. Ma'lum bo'lishicha, 3-chi farzandiga homilador ekan. Fahriddin aka hech qachon qonuniy xotini va farzandlaridan voz kechmasligini, 3-chi farzandlari tugilsa, men haqimda tamoman unutishini, men uning hayotida shunchaki oniy havas, vaqtinchalik ermak bo'lib qolishimni aytdi. Shu kuni men hayotim naqadar omonatligini, ulkan muhabbat asosiga qurildi deb hisoblagan oilam aslida xasdan yasalgan chayla ekanini, qattiqroq shamol tursa, tozib ketishi mumkinligini angladim. Endi ortga yo'l yo'q edi. Yana bir marta turmush o'rtog'imni yo'qotishni istamasdim. Chunki bunisi sevimli insonim, qancha kurashsang arziydigan erkak edi. Erim kelish u yoqda tursin, qo'ng'iroq ham qilmay qo'ygan kezlari avvaliga yiglab siqtadim. Keyin bir dugonamga dardimni aytdim. Ahmoq ekansan, uning birinchi aytgan gapi shu bo'ldi. Erkak kishi muammodan qochadi. Ering sevib seni xotin ustiga olgan bo'lsa,
Bu bir umrga o'zini senga topshirdi degani emas. Ikkinchi xotin bo'lib yashash uchun mahorat, mehnat va ulkan iroda kerak. Sen har lahzada yangilanib turishing, uni muntazam og'zingga rom etib borishing kerak. Ko'z yoshlaring bilan esa uni faqat og'zingdan sovitasan. Kundoshing naqadar aqlli ayol ekanki, eri ustiga xotin olsa ham ging demabdi. Aksincha, ana-mana deguncha erini sendan qaytarib oladi. U seni sevgan bo'lsa sevgandir. Hozir bu sevgi olovi qay ahvolda? Doim gurullatib turish sening qo'lingda. Er kerak bo'lsa tezroq otni qamchila. Dugonamning gaplaridan keyin o'zimni qo'lga olib harakatni boshladim. Avvalo go'zallik saloni do'konlarini bir aylanib chiqib, imijimni yangiladim. Keyin uqalash kurslariga yozilib, bu hunarni o'rganishga kirishdim. Pazandalik mahoratimni ham oshirdim. Erim o'zi uzoqda bo'lsa ham moddiy ta'minotni kanda qilmay pul yuborib turardi. Shu pullarga tayanib yetmaganiga dugonamdan qarz olib, uyning gulqog'ozlarini yangiladim, eski jihozlarni sotib yangisini oldim. Xullas, 6 oydan so'ng qaysidir bahona bilan Toshkentga kelib, bir necha soatgagina uyga kirgan erim shu yerda qolib ketdi. Endi men hech qachon erimga kundoshimni yomonlamaydigan, aksincha o'rni kelsa yaxshi so'zlar bilan tilga oladigan bo'ldim. Shu sababli bo'lsa kerak, uning yuragini siqib yurgan qo'shxotinlilikdan aybdorlik hissi mening oldimda ancha pasayardi. Buni o'zi tan oldi. Bolalarimning muammolarini ham bildirmaydigan bo'ldim. Ular uchun pul kerak bo'lib qolsa, erimdan o'zim uchun biron libos yoki pardoz buyumi sotib olishga deb so'rardim. U jon deb berardi. Har safar Qarshiga borib kelganda uyga va o'z tashqi ko'rinishimga biron yangilik kiritib, lol qoldirardim. Erim bilan qarindosh-urug'larnikiga to'y yoki boshqa tadbirlarga birga bora olmasdim, albatta. Ammo Toshkent keng imkoniyatlar shahri. Bu yerda kino, teatr, konsert degan joylar ko'p. Shunday ko'ngilochar tomoshalarga chipta topib qo'yardim. Albatta, tomoshadan so'ng qimmatbaho restorandagi kechki ovqat undan bo'lardi. Bir qarashda hayotim me'yorga tushib olgandek ko'rinsa ham, aslida mudom xavotir ichida yashardim. Hatto farzandimiz Zohidjon dunyoga kelgandan keyin ham bu xavotir yo'qolmadi. Endi men hech bo'lmasa bitta farzandim o'z otasi bagrida yayrab o'sishi uchun harakat qilishim kerak edi. Kattalari-ku erim kelgan kunlari jim bo'lib, o'z qobiqlariga oralib olardilar. Iloji boricha o'gay otasining ko'ziga ko'rinmaslik, uning jahlini chiqarmaslikka urinishardi. Men ularga shuni uqtirgandim. Erim har safar Qarshiga yo'l olganida, bu safar kelarmikan yo qolib ketarmikan deb kun emas, daqiqa sanab o'tirardim. Faxriddin akam Zohidjonni ota-onasining oldiga olib borib tanishtirish haqida bir so'z ochdi-yu, keyin jim bo'lib qoldi. Men bir-ikki shu haqda gap boshlasam, qovoga osilib ketadigan bo'ldi. Tushundimki, garchi shari bo'lsa-da, noqonuniy tugilgan oglim ham endi bu yukni butun umr ko'tarib yurishga mahkum edi. Mana yoshim ulgayib, tongich farzandlarimni uyli-joyli qildim. Erim ularning to'yida qorasini ham ko'rsatmadi. Yoshim kattalashib, tarovatim, husnim yo'qola boshlagach, erim ham biznikiga kelishni kamaytirdi. Shunchaki bolasini ko'rgani oyda 1-2 marta kelib qo'yardi, xolos. Yaqinda kenjatoyimni ham uylantirdik. Otasi moddiy jihatdan turib bergan bo'lsa-da, allaqanday xizmat safarini bahona qilib to'yda qatnasholmasligini bildirdi. Otasi tirik bola turib kelmadi degan andishadan qo'rqib faqat xotin xalaj bilan eskicha to'y qilib kelinni tushirib oldik. Kundoshim esa sabr bilan erini yonida ushlab qoldi. Qaynona-qaynotasining duosini oldi, farzandlarining to'yida Faxriddin aka bosh bo'ldi. Ko'pincha ikkinchi xotinlik nafsning buyrug'i bilan yuzaga keladigan holat deb qaraladi. Balki bu gapda jon bordir, ammo bizning turmush nafs emas, muhabbat ustiga qurilgan deb o'ylayman. Shunga qaramay baxtli bo'la olmadim, chunki men birovning oshiga sherik bo'lgandim. Sheriklik oshni it yemas deganlari naqadar rostligini bugun anglab turibman.